Qalay bo'ladi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barchaga. Tomosha qilayotganingiz har doim deydi Savdo TV YouTube kanali. Sizlar bilan Kamina Mansurjon. Hurmatli Savdo TV YouTube kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun ajoyib kun. Mana bugun biz Guliston shahriga tashrif buyurdik. Ko'p obunachilarimiz so'rashgan, musofir yurgan akalarimiz, opalarimizni talab istaklarini tinglab o'tirgan holda bugun chiroyli obzor albatta Guliston shahridan bo'ladi. Biz hozir Sirdaryo viloyati Guliston shahrining 4-mavze dahasida turibmiz. Albatta sotiladigan yaxshi kvartiralarni obzorini sizlar uchun qilib beraman. Kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'ying va bizni kuzatishda davom eting. Qani bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilarimiz va kuzatuvchilarimiz, mana bugun men yetib keldim Sirdaryo viloyati Guliston shahri 5-mavzeda joylashgan 71-uy 48-kvartirani e'tiborlaringizga havola qilaman. Albatta sotiladigan kvartiralarimizdan biri bu podyezdimizning holatlari. Kvartiramiz joylashgan 2-etajda joylashgan. Mana bu sizlarga ko'rsataman, hurmatli obunachilarimiz. Hop. Mana bu kvartiramizga kiraverish joyi hisoblanadi. Hurmatli obunachilarimiz, hozir men sizlarga batafsil kvartiramiz necha xonadan iborat, sharoitlari qanaqa, remont holatlari qanaqa va narx-navolari ko'proq bizning obunachilarimizni va Savdo TV kanalimiz kuzatuvchilarini sotiladigan kvartiralar narx-navo juda ham qiziqtiradi. Albatta men o'sha opalarimizga, akalarimizga mana shu kvartirani polniy obzorini qilib beraman. Video yoqayotgan bo'lsa albatta like qaymanglar va video ostida kommentariyada o'z fikr izohlaringizni qoldiring sizlar. Bismillahirrohmanirrohim. Bu kvartiramizning kiraverish joyi, ya'ni oyoq kiyim, garderob deyishadi-yu. Xo'p, kvartiramiz 3 xonadan iborat, akajon. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Unda boshladik. Mana bu xonamiz, hurmatli obunachilarimiz va kuzatuvchilarimiz, akalarimiz aytishlaricha bu spalniy xona deyishdi. Sizlarga polniy ko'rsataman, ko'ribni planda. Spalniy xona deyishdi. Remontlari o'rtacha, yaxshi ozoda tutilgan. Mana hurmatli obunachilarimiz. Mana bu yoqlarimizda esa detskiy xona deyishdi. Detskiy xona deyishdi, mana. Detskiy xona. Mana bu taraflardan ko'rsataman, hurmatli obunachilarimiz. Detskiy xona deyishdi. Juda ham nima desam ekan, remont holati juda ham o'rtacha bo'ladi, yashagan. Xo'p. Mana bu tarafimiz esa banya deyishdi, vanna. Mana. Aka, bu vannalar hammasi ishlaydimi? Ishlaydi, hammasi, muammolar yo'q, ha? Xo'p. Xo'p, bu yog'imiz kladovka deyishdi. Mana bu yog'imiz kladovka ekan, hurmatli obunachilarimiz. Sizlarga tanishtirishda davom etaman. Xo'p, bu yog'imiz mehmonxona. Endi aybga buyurmaysizlar, egalar yashamagani tufayli bu yerga qulib bosib qo'yishgan, o'zining shaxsiy buyumlarini saqlash maqsadida. Xo'p. Mana bu yog'imiz nima desam ekan, orasida o'tirib завтрак, obed ujin qilish uchun ajoyib bir joy, kuxnya desak ham bo'ladi. Mana bu yoqda oshxonamiz mana. Hurmatli o'rtoqlar. Oshxonamiz. Xo'p, bu balkonlarimiz. Mana o'rtoqlar, sizlarga ko'ringan deb o'ylayman. Albatta bu kvartiramiz, ta'kidlab o'taman, Sirdaryo viloyati Guliston shahri 5-mavze, 71-dom, 48-kvartira, 2-da joylashgan aka. Xo'p, mana kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, barcha sharoitlar mavjud. Mana o'rtoqlar. Cho'chiqlarimiz bor, hamma yoq ishlaydi deyishdi. Albatta mana shu kvartiramiz kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, opisiyalarda va ekranlarda nomerini qoldiraman. Mana bu yog'imiz hojatxona deyishdi. Hojatxonada ishlaydimi aka? Sovuqsi qanaqa? Ishlaydi. Atapelni bor deyishdi. Xo'p, akajon. Xo'p, o'rtoqlar, mana ko'rib turganlaringizdek. Mana bu yog'imiz
spalni xona deyishdi. Mana o'rtoqlar. Spalni xona. Mana bu yog'imiz esa detskiy xona deyishdi. Mana o'rtoqlar. Detskiy xona deyishdi. Sharoitlari yaxshi. Remont holatlari ham yaxshi. Xo'p, yana bir marta ko'rsatib o'taman. Xo'p, oshxonamiz, balkonlarimiz, mana bir chiroyli tapchanchalarni qurib qo'yishgan. Mana o'rtoqlar. Xo'p. Ko'rishlaringiz mumkin. Albatta ko'pchilik bizni rechkamizga kontaktlarimizni yozishadi. Mansurjon, Sirdaryo viloyati Guliston shahridan sotiladigan uylarning obzorini qilib bering deyshadi. Albatta shu insonlarni aka-ukalarimni, opa-singillarimni iltimoslarini inobatga olgan holda albatta mana shu kvartirani e'tiborga taqdim qilaman. Va xudo xolasa harakat qilaman. Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridan ham yaxshi sotiladigan uylarni obzor qilishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa like bosinglar, video ostida kommentariyalarda o'z fikr mulohazalaringizni qoldiringizlar. Kimga qanaqa kvartira yoki bo'lmasam hovli yoki bo'lmasam uchastka qiziqtiradigan bo'lsa albatta yozib qoldiringlar. Mana shu kvartiramizni yana ta'kidlab o'taman. Mana bu chiqish joyi. O'rtoqlar, xo'p, yana qaytarib o'taman. Kvartiramiz joylashgan Sirdaryo viloyati Guliston shahri 5-mavze. 71-uy, 48-kvartira, ikkinchida joylashgan, to'g'rimi aka? Narxiga keladigan bo'lsa, $23,000 so'rashyapti. Albatta, ozgina yetmay qolgan joyiga 1-2 oyga imtiyozli variantlarini biz shu mijozlarimizga qo'ldan kelgancha baholi qudrat imkoniyat yaratib beramiz deyishdi. Albatta, bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek Sardoba TV YouTube kanali admini Mansurjon bo'ldi.